Voy, Ismigul rosa chiroyli turdi. Senga rosa ham yarashdi. Nimasi chiroyli? Yoqmadi menga. Kengligini qarang. Bo'lmaydi. Voy, Ismigul nimasi yoqmadi? Rosa chiroyli turibdi. Hali hamma so'raydi sendan, qayerdan olding deb. Havas keladi. Qara chiroyliligini. Oyi, yo'q. Shunday yomon ko'rinadi, shunaqa muomala qilsa onasiga. Malli narsa olib beryapti-ku, olib berganini kiyavermaydimi mazza qilib? Hamma ham olib beravermaydi-ku. Bizani yoshligimizda so'rab ham o'tirishmasdi, olib berganini kiyaverardik. U biz edik, olib berganini kiyadigan. Hozirgi yoshlarga tanlatib olib bermasangiz bo'lmaydi-da. Qarang, shuni menga o'rab bering, rosa yoqdi menga. Olmaymiz dedim, u yoqmadi menga. Senga emas, kelinga. Kelinga men tanlagan narsalar yoqadi. Unda menga ham qo'shib bering. Hozir yoqmayotdi-ku. Yoqmagan bo'lsa boshqa narsa olib beraman senga. Yoqmasa ham kiyaveraman. Mayli. Mana seni yaxshi kuningizga kiying. Mana rahmat sizga. Ertan kelib turinglar. Rahmat. Menga qarang siz, nimaga reklamadagi 180 minglik narsalarni menga 200 mingdan sotdingiz? Assalomu alaykum. Yo'q, biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Ustiga qo'yib sotgansiz. Nima men sizga yosh bolamanmi? Pulimni tez qaytaring, bo'lmasa tepada tanishlarim bor, yoniga chiqaman. Yo'q, to'xtang, siz tushunmayapsiz. Keling, men sizga tushuntiraman. Juda yaxshi tushunganman-da, o'zini oqlaydi endi. Oxirgi vaqt ikkala do'konlarimizda ham rosa ko'p tushunmovchiliklar bo'lyapti. Mana misol uchun bunisi bambuk, bunisi villur variant. Ikkalasining ham rangi bir xil. Faqat materialda farqi bor. Ikkalasining farqi bambuk qalinroq bo'ladi, hb bambuk. Villuri bunga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Farqi o'shanisida. Agar siz qalin narsa kiya olmasangiz, bemalol villur variantidan olsangiz bo'ladi. Ikkalasining ham kачествоsi вообще zo'r chiqqan. Villur varianti 180 ming bo'lsa, qalin bambuk varianti 200 ming so'm. Endi bizani tushundingiz degan umiddaman. Faqat zo'r bizada sotilgan tovarlar qaytarib olinmaydi. O'zimga o'xshab dokonga ketganda qaysi tanishim yetadi? Tanishim yo'q. Duvakilan uyga borib kiyib ko'rdim. Rangi xo'jayinimga yoqmadi, iltimos solishtirib bering. Bo'pti, rangini tanlang. Qarang, mana rangidan bera qoling. Tasodifga qarang. Kecha bitta klientimiz qaytarib olib kelgan tanlabsiz. Shuni o'rab bera qolaman. Yo'q, menga kimdir kiyib qaytarib olib kelganini bermoqchimisiz? Menga to'g'ri kelmaydi, u gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi. Qayerdan bilaman, u har kuni cho'miladimi, yo'qmi? Menga yangi pochkadan berasiz. Nimadirkin siz deb sizni sinab ko'rdim. Hamma klientlar ham xuddi sizdagi fikrli edi. Bizda sotilgan tovarlar qaytib olinmaydi.